Bugun 2-avgust kuni Qamchiq dovonida Fura va Epica avtomashinalari o'rtasida dahshatli avtohalokat yuz bergani, so'ngra avtomashinalar yonib ketgani aks etgan videolar tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqda xabar qilinishicha, yuk mashinasi yo'l transport hodisasida ortilgan mahsulotlari bilan birga yonib ketgan. Shuningdek, uning orqa tomonidan kelib urilgan Epica avtomashinasi ham yonib ketgan. Hozircha ushbu xabarlar haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Yomon bo'ptansan. O'chiryapti hali ham. Metanga sopdi, qara. Qalami shunday ekan. Metanga sopdi aka. Epica ekan. Epica jinni 200%. Yengil mashina uribdi-da. Nexia ham nimadir urdi. Nexia yonibdi, avariya bo'libdi ko'p yerda. Orqasidan Nexia yonibdi, Nexia urib yonibdi. Nexia urib yonibdi. Nexia ham bor. Cobalt yonibdi, Cobalt urib yoribdi orqadan. Shuncha yonib ketgan, qarang, sanjib yoribdi Cobalt. O'tchi ketib portillab odam o'lib ketgan bunda. Yuk mashinasi yonib ketdi, yengil mashina bilan. Yo'llarda ishlab qo'yilgan ekan. Bu taraf Toshkentdan kelish, Yovvoyidan.